Burun orqa nafas olish qiyinligi bilan birgalikda burun spinka qismida garbinka bor. Garbinkani tekis bilan birga burun spinka qismida ikki yondan ingichkalashtiramiz. Mana bu yerdan bemor xohlagan va biz xohlagan ko'rinishga keltiramiz. Bizni kuzatib boring, natijalarni bo'lishamiz. Amaliyotimizni yakunladik. Bemorning nafas olishini to'liq tikladik. Bemor o'zi xohlagandek Barbie doll, ya'ni Barbie qo'g'irchog'i kabi burun bo'lishini xohlagan edi, iltimos qilgan edi. Biz ham mana shunday burun shakli keltirib berishga harakat qildik. Burun ikki yondan ingichkalashtirdik, burun ichini ko'tardik va mana shunday natijaga erishdik. Kimda agarda shu kabi muammo bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.